Ha, qizaloq. Nimaga qarab turibsan? Non kerakmi? Kel. Non beraymi? Ham. Faqat pulim yo'q edi-da. Bilib turibman. Kelavermaysanmi? Hozir. O'zim aytmasam indamay turaverar ekansan-da. O'zingga o'xshagan shirin kulchalardan beraman. Issiqqina maza qilib yeb olasan. Ikkita yetadimi? Ha, yetadi. Mana ol. Menga qara qizaloq. Sendan pul olmayman. Faqat bitta iltimosim bor. Qanaqa iltimos ekan? Shu bir necha yildan beri farzandsizman. Shu shiringina qo'llaringni duoga ochib, Xudodan menga o'zingga o'xshagan shiringina qizcha bo'lsa ham so'rab bergin. Xo'p. Amin. Ey Xudoyim, shu akaga shirin menga o'xshagan farzandni bergin. Amin. Allohu akbar. Rahmat qizalog'im. Yana non kerak bo'lsa, tortinmasdan kelavergan, xo'pmi? Xo'p. Endi bularni issig'ida yeb ol. Xo'p. Rahmat. Bor bo'l.